Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. 7 ot kuchli traktor so'raganlarga 7 ot kuchli benzinda ishlaydigan traktorlarimizni sizlarga ma'lumotini berib o'tkazaman. Hop, undan oldin kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasizlar. Hop, sizlarga birinchi bo'lib buni narxini aytib o'tkazaman. Hammaga narxi qiziq bo'ladi boshida. Boshida narxini aytib o'tkazaman. Buni narxi 3.100.000 so'm qilib beramiz. Komplektida 4 qatordan 8 qator freza qo'shib beriladi. Hop, bu traktorimizni ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib benzin bakiga kelamiz. Benzin baklari 3 litrli bo'ladi. Hop, rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodi 1 soatda 600 gram, 700 gramgacha rasxod qiladi. U grubi qancha gaz qo'shsangiz, shuncha ko'proq benziningizni choradi. Hop, buni moy qo'yadigan joylari addini bo'ladi. Motordagi, korobkaniki alohida quyiladi moylari. Hop, motorga gazeta 650 gram, korobkaga 1 litr 2 ketadi moyimiz. Hop, bu traktorlarimiz ot kuchi o'sha 7 ot kuchli Kentaur firmasiga tegishli bo'ladi. Ruchnoy zavod qilasizlar, 5 stator varianti. Hop, filtrlari ham bor, o'zini maslinli filtrlari. Bunga moy quyib qo'ysalaring, o'sha motorga chang yig'maydi, filtrga changini tortib turadi o'zini. Hop, endi buni balon razmerlariga keladigan bo'lsa, balon razmerlari 4 ga 8 balon razmerlari. Ko'rib turganlaringdek yerlariga. Hop, skoroslariga keladigan bo'lsa, bu traktorimizning skoroslari 3 ta skorosi bo'ladi. 2 ta oldinga, bitta orqaga skorosi bor. Bu traktorimizni ko'rib turganlaringdek balon daralari o'zini komplektida xuddi o'sha 4 qatordan 8 qator freza qo'shib beriladi. Frezasi mana 4 qatorli. Bunda ham bitta o'ng balonga, bitta chap balonga tushadi frezalarimiz. Keyin buni 3 qatorli qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Hop, bir qator chiqib ketadi frezamizni, 3 qatordan 6 qatorli qilib frezasini ishlatsalaring ham bo'laveradi. Hop, o'zini komplektiga qo'shib beriladigan narsalari, mana switch ekiluvchi, bitta ekiluvchlari, kitobi ham qo'shib beriladi, o'zini komplektida bor. Bu tarafda skorga tepasida sumkachalari ham bor, o'zini addini ключ bo'lib narsa solib qo'ysalar ham bo'ladi. Hop, traktorda ko'pincha ishlatadiganlarga qo'shimcha ma'lumot berib o'tkazaman. Hop, benzinga moy aralashtirmaysiz, toza benzin qo'yasiz. Hop, moy quyadigan joylari bu tarafdan quysiz bo'ladi. Keyin to'kiladigan joyini so'raganlarga bu tarafdan moy to'kib yuborsangiz ham bo'ladi. Keyin korobkasiga keladigan bo'lsak, korobkani moyi bu tarafdan quyiladi. To'kiladigan joylarni ham bir ko'rsatib o'tkazaman sizlarga. Bu tarafdan boltisiz moyi to'kiladi. Korobkaniki, motordagi alohida bo'ladi moy qo'yadigan joylari. Hop, motorga 650 gram, korobkaga 1 litr 2 ketadi moyimiz. Bu ham qo'shimcha ma'lumot bitta. Hop, zavod qilishni bilmaydiganlarga o'sha zavod qilishni ham tushuntirib o'tkazaman bu traktorimizni. Hop, birinchi zavod qilishdan oldin bu traktorimizni mashinasidagi nima deganlarga bu narsa o'chiradigan knopka. Knopkani oldin qistirib qo'yasizlar. Traktorga qistirib qo'yasizlar birinchi zavod qilishdan oldin. Traktor xalastoyligini tekshirasiz ikkinchi o'rinda. Traktoringiz xalastoy bo'ladi. Misol uchun skorda bo'lsa, traktoringiz aqa-baqa yurmaydi. Xalastoy bo'lsa, oldi-orqaga yuradi. Shundan bilib olsalaring ham bo'ladi. Hop, ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda patsoslari bor mana. Tepasida patsosda motor sovuq holatida tortadigan joyingizga qaratib, bu tarafga shu qaytarib qo'yasiz. Tortib zavod qilib bo'lgandan keyin yengil tortmaysizda, qattiq oxirigacha tortasiz. Tortganingizdan keyin ovoz chiqqandan keyin buni qaytarib qo'yasiz. Motor qizigan holat bo'lsa agar joyida turaveradi. Mana patsosimiz joyida turaveradi. Bitta tortsiz o'zi zavod bo'lib ketaveradi. Pastidagiga keladigan bo'lsa, pastidagi benzin kran bu o'zi postoyanniy ochiq turadi. Bu tarafga qaratsangiz yopiq bo'ladi. O'zi ochiq turibdi hozirgi holati. Bunisiga keladigan bo'lsa, bu gazimiz. Uni qo'ldan ligirobga qilsalar ham bo'laveradi mana. Qo'ldan bemalol trosda ligirobga qilaverasizlar. Hop, shu zavod qilib bo'lgandan keyin patsoslar qaytarasiz. Traktorda ishingizni bitirib bo'lganingizdan keyin bo'lsa, mana uni knopkani shunday qaytarib qo'ysalar o'zi bosiladi mana bu. Bosilgandan keyin o'sha traktor o'chadi. Mana shu ham bitta qo'shimcha ma'lumot bo'ladi sizlarga. Hop, bu traktorimiz narxi 3.100.000 so'm qilib beramiz. Kentaur firmasiga tegishli.
Hop, shu komplektida 4 qatordan 8 qator frezalari bor, qo'shib beriladi. Manzil Toshkent shahri, o'sha Izza bozorining oldida avtobus kanechka bor. O'shani orqasidagi do'konga kelsalaring, chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.